Qatı quruq soğuk bulavatıdın ama düşkün ya talağımı çıkanmadım vatandaşı. Bugün çizlağı 2022 yıl 3. ayının 29. günü vatandaşı. Endiki mavzu mındak, baş mavzuyumuz mındak. Amerika Qo'shma Shtatlari Kengash palatasi Jungoga qarshi cho'ng hajmli qonun loyiha ma'qulladi. Avam palatasi bilan maslahatlashish oxirgi bosqichga kirdi. Mavzuli xabar uchun 29 kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Davlat Majlisi Kengash palatasi 28 kuni Amerikaning raqobat kuchini oshirib, Jungoga qarshi turadigan texnika sohasiga mablag' solish qonun loyihasi ma'qulladi. Orqada bu to'g'rida Avom palatasi maslahatlashish yig'ini ochdi. Haftaning birinchi kuni, yani dushanba, bu qonun loyihani ma'qullashning ilgirilishi oldiga bir qadam tashlaganlik deb qaraldi. Aqsaroyning bayonotchisi Jem Pisaki yozim bayonot e'lon qilib, bu qonun loyihaning Kengash palatasida ma'qullanganligini madhiyahladi. Biz bu qonun loyihaning kishilik huquq qismini sizlarga leksiya qilib so'zlaymiz hozir. Bak, uzun o qonun loyiha, biz faqat kishilik huquq qismini sizlarga topshiramiz vatandoshlar. A'zolar, Davlat Majlisi a'zolari kishilik huquq modellarini saqlab qolishni maslahatlashishga chaqiriq qildi. Davlat Majlisi Ma'muriy doiralar Jungo komiteti rahbarlar haftaning birinchi kuni birdak ikki partiya mansublariga xat yozib, ikki palataning maslahatlashish gruppasining qonun loyihaning eng oxirgi bekitilgan nusxasida navbatda Jungoning kishilik huquq masalalariga chet ishliq modellarini saqlab qolishni murojaat qildi. Kishilik huquq Jungo bilan Amerika o'rtasidagi yadroliq masaladir. Bu Amerikaning prinsipini aks ettirib qolmay, ham negizlik kishilik huquq erkinlikni arzu qilayotgan Jungo xalqiga bergan va'damizga yordami bo'ladi. Qonun loyiha. Jungo komitetining raisi Demokratlar partiyasi mansubi senator Merkeli Demokratlar partiyasi mansubi yani Jim McCaulin bayonotida yuqoridek ko'rsatdi. Senator Merkel va Jim McCaulin mundaq ko'rsatdi. Qonun loyihaning oxirgi nusxasi kuchlik kishilik huquq prinsiplariga munosabatlik mazmunlarni o'z ichiga olishi kerak. Bu bizning hozir butun yer sharida ko'tarilgan zo'ravon hokimiyatlarga qarshi raqobatchiligimizda kerak bo'ladi. Raqobatlashishimizda kerak bo'ladi. Palata a'zolari xatidan navbatda 13 turlik kechirama. Palata a'zolari xatidan navbatda 13 turlik. Ikki palata nusxalıq, masalan, Kengash palata nusxasi, Avam palata nusxasi kishilik huquq mavzulariga munosabatlik mazmunlarni o'rtaga qo'ydi. Jumladan Beijingning bostirishiga uchrayotgan Hong Kongliklarni va Uyg'urlarni Amerikaga ko'chman bo'lib kelish tadbirlari bilan ta'minlash. Jungoning senzorni tekshirish harakat gruppasi qurish. Hong Kong soqchilariga munosabatlik o'q nuri eksport qilishni cheklash buyrug'ini yana uzartish. Xinjiangda yana mustamlik Uyg'uristonda Xinjiangda yana mustamlik Uyg'uristonda majburiy tug'ut cheklash va bola tushirishga munosabatlik shaxslarni embargo qilish. Hong Kongda demokratiya va erkinlikni kapolatga ega qilish. Hamda internet va axborot erkinligiga xomchot ajratish. Mustaqil matbuotlarga yordam berib, Jungoning yolg'on yovada uchurlariga zarba berish. Hamda internetdan
senzor qiladigan tuzumni bösüp ötüdigan hamda internetni senzor qiladigan tuzumni bösüp ötüdigan texnikaga mablag' solish. Senzor siyosiy jihatdan tekshirish degan. Senzor qiladigan tuzumni bösüp ötüdigan texnikaga mablag' solish. Onundan başqa Tibet meselesiga alaqadar taraflardan palata a'zolari, yani Tibet meselesini moslaştırğuchi amallarının muvaffaq darajasini saqlab qolish. Hem Amerikaning Jungoda turishliq bosh elchixonasida Tibet ishlari organi qurish va hokazo.